Hammaga salom o'rtoqlar. Shohmod kanaliga yaxshi kelibsizlar. Bugungi videoda Koreyada oyliklar qancha mavzusini ko'taramiz. Shu mavzu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Va video davomida ko'p telefonga qarayman, to'g'ri tushunasizlar albatta, chunki ko'pchilik ma'lumotlarni albatta telefonga yozib olganman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men o'zim ismim Shohjahon, Shohmod, kanalim nomi ko'rib turganingizdek, Sejong universitetida o'qiyman. Dunyo bo'yicha Sejong universiteti top 400 talikda turadi va bu degani juda ham yaxshi degani. Albatta kontrakt narxi ham shunga yarasha yaxshigina qimmatroq. Qisqacha o'zim haqimda tanishtirib ketdim. Mabodo kimgadir qiziq bo'lsa deb va kanalimda ko'pchilik Koreya haqidagi videolarni ko'rishingiz mumkin albatta. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi foydali videolarni o'tkazib olmaysiz va albatta kanalga kirib turib boshqa videolarimni ham ko'ring. Albatta sizga foyda berishi mumkin. Xo'p, endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, bugungi gaplashadigan narsamiz Koreyada oyliklar qancha. Juda ham ko'pchilik Koreyaga kelishdan oldin juda ham katta orzular bilan kelishadi. Voy, kelsam mana millioner bo'lib ketaman, milliarder bo'lib ketaman, hammasi Koreyaga borgandan keyin zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi, lekin o'zi rostdan ham shunaqami yo'qmi nima deb o'ylaysizlar? Yo'q. Aslida deyarli unaqa emas. Unaqa emas desa ham bo'ladi. Chunki video davomida buni sizlar bilib olasizlar. O'zi aslida haqiqiy vaziyat qanaqaligini. Chunki o'zi ko'pchilik Koreyadagi topoviy blogerlarni ham, boshqalarni ham ko'rsanglar, unaqa zo'r hayotda yashamaydi. Prosta sizlar ko'radigan dramalardagi seriallar, har xil internetdagi ba'zi bir videolardan sizlar shunaqa katta xulosalar chiqara olasizlar xolos. Aslida unaqa emas. Haqiqatda ish kerak, aslida unaqa emas. Hozir video davomida bilib olasizlar. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, kamerani yaqinroq olib kelib olamiz. Sizlarga informatsiya yaxshi borish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib olmanglar. Xo'p, Koreyada o'zi eng kam oylik qancha? 2026-yilga ko'ra Janubiy Koreyada eng kam oylik taxminan 10,000 won atrofida, 10,000 wondan sal ko'proq, 10,000 won atrofida desa bo'ladi. Va bu pulni siz oddiy ishlarda, oddiy ishchi bo'lib ishlasangiz, misol uchun, agar pyeonijom deydi, xolos, o'sha 24 soatlik har xil do'konlarda yo bo'lmasa kafelarda, restoran, oshxonalarda ishlaydigan bo'lsangiz, ishlaganda hamda oddiy ishchi bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha eng oddiy ishni qiladigan ishchi bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, bu pulni topasiz va o'zi odamlar ko'pincha haftasiga 40 soat ishlaydi. Bu degani siz bir oyda 1,800,000 won, 2 million wongacha pul topishingiz mumkin. Bu wonda, aniq so'mda, dollarda qancha bo'ladi bilmayman buni. Albatta videoni bittami qaytadan chiqarib ketaman sizlar uchun albatta foydali bo'lsin deb, chunki hozirgi kunda Koreyada kurs juda ham ko'p o'ynayapti. Bir chiqadi, bir ko'tariladi, bir tushadi, shuning uchun aniq ayta olmayman. Video davomida sizlar ko'ra olasizlar. Bu albatta sizlarning foydalari uchun. Agar sizlar ham bu videoni chiqqandan keyinroq ko'rib turgan bo'lsanglar, Google ga kirib aniq valyutada qancha bo'lishini ko'ra olsanglar bo'ladi. Lekin bu pulda O'zbekiston bilan solishganda siz zo'r ekan, nimaga bu bunaqa deyapti deb tuyulishingiz mumkin. Eng kam oylik ish shunaqa bo'lsa, eng kam oylik oladigan odam shuncha pul topsa, Koreyadagilar boy bo'lib ketar ekan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin umuman unaqa emas. Nimaga deydigan bo'lsanglar, sizlar agar rasmiy ishda ishlaydigan bo'lsanglar, soliq to'laysizlar, adashmasam 12%, yana ham bilmadim. Lekin yaxshigina soliq to'laysiz. Undan tashqari sizlarda oylik xarajatinglar ham yaxshigina qimmat bo'ladi, yaxshigina katta bo'ladi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. Xo'p, undan keyin o'rta millioner koreys qancha pul topadi? Yangi ish boshlagan ofis xodimi 2,5 milliondan 3,5 million wongacha topishi mumkin ekan oyiga. Va bu dollar va so'mda qancha bo'lishini siz ko'rdingiz bu yerda. Agar biz u xodim bir necha yil, misol 1 yil, 2 yil tajribasi, opti bo'lsa, qayerdadir oldinroq ishlagan bo'lsa, oyligi 4 million wondan 6 million wongacha bo'lar ekan. Va buni ham hozir siz ko'rdingiz so'mda, dollarda qancha bo'lishini. Va katta kompaniyalarda ishlaydiganlar bundan ham ko'proq topadi. Shuning uchun o'rtacha Koreyadagi oylik ish haqqi 4 million won deb hisoblanar ekan. 4 million wonni ham siz ko'rdingiz qanchaligini. Lekin bu degani hamma ham shu 4 million won oladi degani emas. Bundan oldin aytganimdek, bundan kam oladiganlar ham bor, bundan ko'proq oladiganlar ham bor. Kimdir 2 million won olsa, kimdir 10 million won oladi, kimdir bo'lsa 100 million won bo'lishi ham mumkin baribir. O'rtachasi shu 4 million won ekan. Lekin bu ham oladigan puli 4 million won olganiga yarasha, solig'i ham shunga qarab
kattaroq chiqadi, shunga yarasha xarajatlari ham yaxshigina bo'ladi. Xo'p, endi talabalar, Koreyadagi shu chet ellik studentlar oyiga qancha pul topishadi? Bu albatta ko'pchilikka qiziq, chunki ko'pchilik baribir Koreyaga kelishdi studentlikdan, talabalikdan boshlaydi, xuddi menga o'xshab. Va oramizda ham shu talaba sifatida Koreyaga ketmoqchi bo'lganlar juda ham ko'pchilik bo'lsa kerak. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zi Koreyaga qanaqa maqsadda bormoqchisiz? Ishlaganimi, pul qilganimi, yo nima qiziqtiradi sizni o'zi Koreyaga? Kommentariyada yozib qo'ysangiz, bu meni o'zimda auditoriyamda yana ham ko'proq tanib olishimga juda ham katta yordam bo'ladi. Va albatta like, podpiskasidan chiqmasin o'rtoqlar. Xo'p, Koreyada ko'pincha agar siz qonuniy ishlayman desangiz, part time, ya'ni o'sha yarim stavka, o'zbekchasiga aytganda yarim stavkada ishlashingiz kerak bo'ladi va bu haftasiga 20 soatdan boshlanadi, 40 soatgacha bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Shu joyda eng muhim narsa sizga. Nimaga bog'liq bu? Bu sizning sertifikatingizga bog'liq va siz magistr talabasimisiz, bakalavr talabasimisiz, shu narsalarga ham bog'liq. Agar sizda topik 3 bo'ladigan bo'lsa, misol uchun odatiy ish vaqti 20 soat bo'lsa, agar sizda topik 3 bo'lsa 25-30 soat bo'lishi mumkin. Agar sizda topik 4 bo'lsa, bundan ham ko'proq, topik 5-6 bo'lsa, eng maksimum vaqtgacha chiqara olsangiz bo'ladi. Shuning uchun albatta koreys tili o'qib turganlar, prosta topik 2 olsam Koreyaga ketaman, hammasi zo'r bo'ladi degan xayollar yig'ishtiringlarda yaxshilab o'qinglar. Koreys tilidan topikdan kamida topik 4 olib keladigan bo'lsalar, qiynalmaysizlar, ish topishinglar ham oson bo'ladi. Topgan ishingizda oyligi ham yaxshi bo'ladi. Sizlarda koreys tilinglar yaxshi bo'lganligi uchun bitta именно chet ellik bo'lib kelganingizdan keyin tilni bilishingiz muhim. Qancha tilda yaxshi bilsangiz va ko'proq til bilsangiz, shuncha ko'proq pul topishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim koreyskiy bir oshxonaga o'xshagan joyda ishlayman. 12,000 wondan haftasiga o'sha cheklangan 20 soat, o'sha 20 soat vaqtimda ishlayman. Shuni ayta olamanki, bu topadigan pulim o'zimda oylik xarajatim bilan zo'rg'a mana deb bo'ladi. Ayting, nima qilaman? Shu 1 million won atrofida 900 mingdan 1 million won atrofida bo'ladi. Bu taxminan 700 dollar bo'lishi kerak. Qanchaligini chiqarib qo'yaman. Bu pul prosta men xarajatlarimga ketadi xolos. Oshirib uyga chiqarish, boshqa narsa qilish degan narsalar yo'q o'rtoqlar. Unaqa narsalar o'ylamanglar. O'zi odatiy ham shunaqa, agar siz talaba bo'lib turib, shu qonuniy ruxsat berilgan vaqt o'zidagina ishlaydigan bo'lsangiz, 800 ming wondan 800 ming wondan 1,5 million wongacha ishlashingiz mumkin ekan. Bu agar siz 1 million wondan ko'proq ishlaydigan bo'lsangiz, shundagina orttirishingiz mumkin, lekin bu uchun siz magistrda o'qiy turgan bo'lishingiz kerak, topigingiz baland bo'lishi kerak. Shunda sizga ko'proq vaqt chiqarib beradi. Agar noqonuniy qanaqadir ishlarda ishlayman desangiz, yaqinda shu ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, hamma joyda shov-shuv bo'lib ketdi. Shu Koreyada Seuldagi o'sha bitta zavodda ishlaydigan ko'pchilik o'zbeklarda immigratsiya bilib qolib, hammasiga jarima chiqarib berishgan. 2,5 million wonni, 2 million won adashmasam, 2 million wondan. Bu degani taxminan 1,5 ming dollar atrofida. Va buni to'lash oson emas to'g'risi, chunki juda ham qisqa vaqt beradi. Shuning uchun ishlashda iloji boricha qonuniy, to'g'ri yo'l bilan pul topsanglar o'zingizlarga yaxshi. Xo'p, endi navbatdagisi eng yuqori maosh oladigan kasblar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying, bratim, obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, eng qiziq qismi bu hammaga. Xo'p, Koreyada o'zi eng ko'p pul topadigan kasblar haqida sizlarga ro'yxatdan aytadigan bo'lsam, bular eng top o'rinda turadiganlari shifokorlar, ya'ni doktorlar, yuristlar, aytishnilar ekan, keyin AI, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha ishlaydiganlar ekan va katta-katta kompaniyalarni menejerlari ekan. Mana shu taxminan 5 ta kasb ko'proq pul topadi. Bu baribir bu degani hammasi shuncha topadi, hammasi shuncha topadi degani emas. Oddiy ishda ishlab turib ham, lekin shu normal kompaniya bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir vaziyatlar bilan, qanaqadir holatlar bilan bundan ham ko'proq, bulardan ham ko'proq pul topish mumkin. Lekin o'rtacha olib qaraganda shular ko'proq pul topar ekan. Misol uchun, ko'pchilik shu tajribali shifokorlar 10 million won topar ekan. O'rtacha. Даже 20 million, 30 million wongacha ham topish mumkin ekan, lekin bitta narsani unutmanglar. Sizlar agar Koreyaga kelmoqchi bo'lsanglar, meditsina sohasida birinchidan o'qish qiyin, juda ham qabul qilish ham, boshqasi ham, mabodo o'qisanglar ham
ishlash ham qiyin. Oddiy misol medsinstra bo'lib ishlasanglar bo'ladi, boshqa oddiyroq, ya'ni pastroq nimalarda, o'rinlarda ishlasangiz bo'ladi, lekin glavniy vrach maqomigacha chiqa olmaysiz, adashmasam. Chunki bu mumkin emas, faqat koreyslarda o'zigagina mumkin bo'lishi kerak. Menda bor ma'lumotlarga ko'ra. Yuridika bo'yicha ham shunaqa. Advokat yoki shunga o'xshash ishda ishlamasangiz, sizni davlat korxonasiga olmaydi menimcha, adashmasam. Samsung yoki eski Hynix degan katta kompaniyalarda ishlaydigan, malakasi ham, tajribasi ham katta bo'lganlar, shu boya aytganimdek 10 million, 20 million, balki undan ham ko'proq topish mumkin ekan. Lekin boya aytganimdek bu pullarning juda katta qismi o'zini oylik xarajatlariga va oylik xarajat deganda ko'pchilikda shablonaviy bo'lishi mumkin, lekin solig'iga aniq bilaman juda ham katta qismi ketib qoladi. Va oxirida shu narsa, nimaga Koreyada hamma boy emas? Nimaga xo'p 10 million won toparkan, 20 million won toparkan, o'sha oddiy misol uchun talabalar 4 million, 5 million won topar, undan ham ko'proq, undan ham kamroq topar. Nimaga unda boy bo'lib ketmaydi? Birinchidan, qancha ko'p pul topsangiz, shuncha ko'p soliq to'laysiz. Shu tomoni bor. Va bu degani faqatgina daromad solig'i emas, topadigan pulingizga qarab, adashmasam sug'urta ham ko'proq bo'lishi kerak. Lekin menda unaqa emas, talaba bo'lganligim uchun bo'lib turib ham hali yosh bo'lganligim uchun nisbatan menga sug'urta anchagina kamroq chiqadi. Boshqalarga yoshingiz qancha katta bo'lsa, statusingiz qancha katta bo'lsa, shuncha ko'proq chiqadi. Undan tashqari transport to'lovlari bor. Seulda yashaydigan bo'lsangiz, climate karta degan shu transport karta turi bor. Uni olib turib VIP foydalansangiz bo'lishi mumkin, lekin boshqa shaharlarda bu bo'lmasligi mumkin va Seulda bo'lib turib ham oddiy karta ishlatishingiz mumkin. Shunaqa sabablar bilan telefon uchun to'lovlar juda ham qimmat betdi. O'zingizni oziq-ovqatingiz uchun, agar kim bo'lib ko'chada ovqatlanaman desangiz, nerealniy summa chiqib ketadi. Uyda ovqatlansangiz anchagina yutishingiz mumkin. Koreyaga endi kelib turganlar shuni unutmanglar, agar uylarda ovqat qilib yeydigan bo'lsalar, ancha arzonga chiqasizlar va bu yerda halol mahsulot topish hozirgi kunda umuman muammo emas. Mana shu narsalar asosiy xarajatlari. Aytdim bilmayman, kvartira eng qimmatlaridan biri bo'lsa kerak. Oddiy misol men aytdim, Sejongda o'qiyman va Sejong Seulda markaziy joylarda joylashgan. Bizning universitetimizning atrofida o'rtacha bir xonali kvartira 5 million won depozitga, 5 million won demayman, o'rtacha 5 million won depozitga 450 ming, 500 ming won oylik to'lov. Bu juda nereal summa hisoblanadi. 5 million won bu 3000 dollardan ham qimmat. O'ylab ko'ringlar, talaba qanday qilib depozit uchun 3000 dollardan ko'proq pul to'lashi mumkin. Uni 1 yildan keyin o'sha kontraktda, shartnomada 1 yilga kelishgan bo'lsangiz, 1 yildan keyin 2 yilga kelishgan bo'lsangiz, 2 yildan keyin qaytarib berishi mumkin, lekin baribir birdaniga to'lashda bu juda ham kattalik qiladi bu summa. Bundan tashqari oylik to'lov ham yaxshigina, shu 300 dollardan qimmatroq. Bu talabalar yashaydigan bir xonali oddiy kvartiralar, koreyslar yo bo'lmasa yaxshi bunday chet elliklar, yaxshi sharoitda yashayman deganlar o'rtacha normalniy bir sharoiti zo'r maza qilib yashaydigan kvartiralarda depoziti 10 million wondan boshlanadi, oylik to'lovi ham shu 1 million wondan boshlanadi. Bu prosta boomda. Bu tasavvur qilishlar uchun 1 million wondan boshlansa oylik kvartirani to'lovi meni bir oylik hamma xarajatimni qo'shsa maksimum 1 million bo'ladi. Bo'lmasam men o'zim 600 ming wondan 1 million wongacha xarajat qilaman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu o'zi yaxshimi yo'qmi? Xullas aytib o'tganimdek shunaqa. Kelishga arziydimi? Agar siz bilim o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, o'qib turib karyera qilmoqchi bo'lsangiz juda zo'r. Aytib o'tganimdek, siz o'qib turib boyaga o'sha qimmat katta pul topadigan sohalarda yaxshi o'qib turib, keyinchalik joylashishingiz mumkin. Yaxshi universitetda yaxshi baholarga o'qisangiz. Yaxshi baho deyish sal noto'g'ri bo'lsa kerak-ku, lekin yaxshi bilimlar bilan bitirsangiz. Men bir undoq qilib qo'ysam, osonroq bo'lmasmikin menga, a? Nima deylar? Shuni umuman esinglardan chiqarmanglar.
Shu narsa eng muhimlaridan biri albatta. No, lekin agar siz pul topaman, vashigasan milliarder bo'lib ketaman deb o'ylab kelayotgan bo'lsangiz, hozirgi kunda, imенно hozirgi kunda ish topishdagi qiyinchiliklarni ham qo'shib aytganda, Koreya siz uchun variant emas, to'g'risi. Tinchgina O'zbekistonda qanaqadir hunarda boshini ushlab pul topganingiz ancha yaxshi. Videoni shu joygacha, oxirigacha ko'rganlar, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos, tezroq bitta bo'laylik va like bosishni esdan chiqmasin. Kommentariyada video haqida o'zingizning fikringizni ham yozib qoldiring, bratamda. Bratam bo'lsangiz bratam, ukam bo'lsangiz ukam, opam, singlim, xullas kim ko'rib turgan bo'lsa ham albatta like, podpiska, komment esdan chiqmasin. Keyingi videoda nima haqida ko'rmoqchisiz? Buni ham yozib qoldiring. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Berilgan ma'lumotlarda, berilgan tavsiyalarda to'g'ri ma'noda qabul qilib, to'g'ri ma'noda ishlatasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha